Assalomu alaykum, Inspiring Education kanali obunachilari va bizning aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun Prezident maktabi saralash bosqichi formatida tayyorlangan 14-repetision testimiz tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik. 3 yil oldin Salima va Gulining yoshlari birga 27 edi. 5 yildan keyin hozirdan boshlab hisoblaganda ularning birgalikdagi yoshlari necha bo'ladi deyilibdi. Demak, hozir ularning yoshi nechiligini topsak birinchi. 3 yil oldin 27 bo'lgan bo'lsa, hozir har birining yoshi 3 ga ortgan. Ya'ni 3 + 3 33 ekan hozirgi yoshi. 5 yildan keyin birgalikdagi yosh qancha bo'ladi desak, 5 yilda ular ikkalasi ham 5 yoshga o'sishadi. Shunda bizga jami yoshlarga 10 qo'shiladi. 10. Shunda 43 yosh bo'lar ekan 5 yildan keyin ikkalasining yoshlari yig'iladi. Xo'sh, berilgan shaklni yasash uchun Damir to'g'ri shakldagi sim bo'laklaridan foydalandi. Shunda Damir jami qancha uzunlikdagi simdan foydalandi deyilibdi. Kvadratimiz ekan, to'rtga to'rt. Lekin simlarga qarasak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Hop, gorizontal 5 ta, har biri 3 metrdan. Va vertikal, ya'ni tepadan pastga qilib qo'yilgani ham 5 ta ekan bizda. Bu ham 3 metrdan. Demak, jami 30 metr sim ishlatibdi Damir. Hop, agar Botir olimpiadada Dilshoddan 8 ball ko'p olganida, hop, Dilshod x desak, Botir hop bo'lmasa o'qilaylik. Ikkalasining jami olgan ballar 156 bo'lar edi, lekin Botir Dilshoddan 8 ball kam oldi. Botir necha ball olgan? Demak, belgilashni bitta o'zgartiramiz. Hozir aslida Botir Dilshoddan 8 ball kam olgan, ya'ni x + 8 Dilshodda. Agar deyilyapti endi bizda Botir Dilshoddan 8 ball ko'p olganda, x + 16 bo'lganda, ikkalasining ballari yig'indisi qancha bo'lardi? 156 bo'lardi. Hop, 2x demak 8 ga 6 ni qo'shsak bu 24. Buni tenglik bu tarafiga minus o'tkazib o'ramiz. 156 ni 24 ni ayirsak, bizda demak 100 hop 32 bo'lar ekan. Shunda bizda x'imiz 66 bo'ldi. Bizdan Botirning ball so'ralgandi va x deb belgilagandik. Demak 66 bo'ldi dedi javob. Agar har bir belgi bir xil qiymatga ega bo'lsa, ya'ni ikkita yulduzcha bir xil va ikkita quyoshlar bir xil qiymatni bersa, oxirgi belgilar qatorida qanday son bo'lishi kerak? O'sha demak, ko'paytirish bo'lyapti, ya'ni bu yerda o'sha ketma-ketligimizda. Ya'ni 3 desak bo'ladi. 3 × 3 9, 6 × 6 36 va 64 bo'lish uchun 8 × 8 bo'lishi kerak. Shunda oxirgi qator bizga 6 ko'paytirilgan 8 ni beryapti. 6 × 8 48 bo'lishi kerak bizda. To'g'ri javobimiz C variant bo'ldi. Kitob 124 sahifadan iborat ekan. Uni raqamlash birinchi sahifadan boshlangan. Kitobni to'liq raqamlab chiqish uchun nechta raqam ishlatilgan? Xo'sh, demak, 1 dan 9 gacha 9 ta sahifa bor va bittadan raqam ishlatilgan bo'lar ekan. Endi 10 dan boshlab 99 gacha bizda 90 ta sahifa bor va har biriga ikkitadan raqam ishlatilgan. Demak, 180 ta jam. 100 dan boshlab 124 gacha 124 ni o'zi ham kirgani uchun 25 ta. 25 ta bular 3 tadan raqam ishlatilgan har biriga va 75. Shularni yana hammasini qo'shib chiqsak, 5 ga 9 qo'shsak 14 ni to'g'ri 1 yotdi. 8 ga 7 15, 6 va 1 va demak 264 ta raqam ishlatilar ekan kitobni raqamlab chiqish uchun. Xo'sh. 6-savol. Asila 60 ta tuxum sotib oldi va 5 dan 2 qismini tort tayyorlash uchun ishlatdi. 1 dan 5 dan 2 qismini topib olaylik. 60 dan 5 dan 2 qismi demak 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytirish, ya'ni 12 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. 24 ta tuxum tort uchun ketibdi. Yana bir nechta tuxumni pishirib do'stlar bilan yegandan keyin x ni unda 24 ta tuxum qoldi debdi. Demak, 24 tani tortga ishlatdi, 24 tani yedi va x ni qovurib yedi. Shunda 60 ta edi jam. Demak, bizda x 12 tani berar ekan. Do'stlar bilan 12 ta tuxum qovurib yeyishibdi. Maktab oshxonasida oq non, qora non va 3 xil kolbasa bor. Ulardan necha xil buterbrod tayyorlash mumkin? Demak, oq nonni qo'yamiz, o'rtasiga bir xil kolbasani qo'yishimiz mumkin. Boshqacharoq kolbasani qo'yishimiz mumkin. Ya'ni oq non bilan
3 ta qora non bilan 3 ta buterbrod tayyorlasak bo'ladi. Ya'ni 3 xil kolbasa ham qo'y. Jami bizda 6 xil buterbrod tayyorlasak bo'lar ekan. A, B, C, D kvadrat 9 ta bir xil kvadratdan tashkil topgan. Agar har bir kichik kvadratning perimetri 12 sm bo'lsa, demak bitta tomon 4. ABCD kvadratning perimetrini toping deymiz. Demak 4 4 4 12 ga 3 bo'lish kerak. 3 3 3 9 ekan. Demak perimetri 9 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Ya'ni 36 sm. Xo'sh, D javob. Amirxonda $76 pul bor. U pulning bir qismini do'konda ishlatdi, keyin u qolgan pulning yarmini Behruzga berdi. Behruz Amirxon bergan pulning chorak qismiga tushlik qildi. Behruz tushlik uchun $9 pul sarfladi. Demak, bu Amirxon Behruzga bergan pulning chorak qismi edi. Demak, Amirxon Behruzga 9 ko'paytirilgan 4, ya'ni $36 pul bergan. Endi yana chappa-chappa qilib ishlab ketaversak, keyin u qolgan pulning yarmini Behruzga berdi. Demak, Amirxon yarmini Behruzga beradi. 36 demak yarmi bo'lsa, Amirxonda 36 ko'paytirilgan 2, ya'ni $72 pul qolgan. O'sha do'konga ishlatgandan keyin. Demak, do'konga $4 ishlatgan bo'lib chiqdi. Bizda do'konga qancha ishlatgan so'ralganida, shuning uchun ajobimiz to'g'ri bo'ldi. 4 do'st tong saharda badan tarbiya qilish maqsadida jami 2654 metr yugurishibdi. Ularning orasida eng ko'p yugurgani 1260 metr va eng kam yugurgani esa 367 metr yugurdi. Agar qolgan 2 do'st teng masofaga yugurgan bo'lsa, ularning har biri necha metrdan yugurishgan deyiladi. Xo'sh, nima qilamiz bunda? Jamidan mana eng ko'p va eng kamni ayiramiz va bizda o'sha ikkita bir xil masofani bosib o'tgan do'stni masofalari yig'indisi kelib chiqadi. Shuni 2 ga bo'lsak, har birinikini keltirib chiqarar ekanmiz. Shuni demak bitta nima deydi? Birdaniga yozsak bo'ladi. Ya'ni 2654 ayrilgan 1263 qo'shilgan 367 bo'lingan 2 qilsak, bizni birdaniga javob kelib chiqadi. Xo'sh, bu demak biza 1630 bo'lar ekan. Shunda biza 1024 qoladi. Ayirsak 2654 dan 1630 ayirsak 1024 qolyapti. 2 ga bo'lsak, demak to'g'ri javobimiz A javob bo'lib qoldi. 512 metrdan yugurishgan ekan. Toshkentdan Xorazmga samolyot 21:45 da yo'lga chiqdi. Agar umumiy parvoz vaqti 4 soat 35 daqiqa davom etgan bo'lsa, samolyot nechada Xorazmga qo'nadi? Xo'sh, 21:45 bunga birinchi 15 daqiqani qo'shib qo'ysak, 22:00 bo'ladi bizda. Endi qancha vaqt qoladi? Bunga 4 soat 20 daqiqani qo'shishimiz kerak. 2 soatdan keyin 00:00 bo'ladi va bizda 00:00 ga 2:20 qo'shishimiz qoladi. Shunda bizga soat tong sahari 2:20 da Xorazmga borib qo'nishga kelib chiqadi samolyotimizni. D javobimiz shunda bizda to'g'ri variant bo'lib chiqdi. Samarqanddan 2 mashina bir vaqtda qarama-qarshi yo'nalishda yo'lga chiqdi. Birinchi mashinaning tezligi 60 km/soat, ikkinchisi 70 km/soat. 3 soatdan so'ng ular orasidagi masofa necha kilometr bo'ladi? Bir nuqtadan boshlab ikki tarafga qarab yo'lga chiqishibdi. 70 60 bilan. 3 soatda bu qancha masofa bosib o'tadi? 210 kilometrni. Bu esa 180 kilometrni bosib o'tadi. Demak, bular o'rtasidagi jam masofa ikkalasining yig'indisi 180 bilan 210, demak 390 kilometr ekan. Shunda bizda to'g'ri javob C javob bo'lib qoldi. Xo'sh, kichik sichqoncha qo'ldagi sharlardan avval 9 ga bo'linadigan son yozilganlarni o'chirib yuboribdi. Bunda bizda qaysilar chiqib ketadi? 18, xo'sh, 99, 54, 45, 63 chiqib ketar ekan. Keyin esa biror sonning kvadrati bo'la oladigan son yozilganlarni chiqaribdi. Ya'ni 25 ni olsak, masalan 5 ning kvadrati chiqib ketadi. 64 ni olsak 8 kare 8 64 bu ham chiqib ketadi. 4 ni olsak 2 kare 2 4 deymiz.
Bu ham chiqib ketadi. 16, 4 kira 4 16. Buni ham chiqarib olamiz. So'ngra tub sonlarini chiqaribdi. Tub sonlar bizda 7, 17 va 13. Bular chiqib tub sonimizda 3 ham chiqib ketdi. Unda qolgan sharning raqamlari yig'indisi. Mana shu yerda raqamlar deb tarjimada xato ketganida, bizda aslida sonlar bo'lishi kerak edi. O'zi bitta son qoldi 26. Uni raqamlari yig'indisi o'zi javoblarda berilmagani uchun ham D javobni olamiz. Hop, qutida 50 tadan ko'p bo'lmagan konfetlar bor. Ularni 3 ta bola yoki 4 ta bola orasida teng taqsimlasa bo'ladi, ya'ni teng taqsimlash mumkin. Lekin 5 ta bolaga taqsimlaganda 3 ta konfet ortib qoladi deyilibdi. Qutida quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin? Birinchi javoblarga 50 tadan kamligini tekshirib ko'rsak, 43, 48, 38 va 32. Hammasi 50 dan kichik. Endi 3 ga bo'linadimi? Shularni qarab chiqamiz. Ajobga qarasak 3 ga bo'linmaydi, 43. 38 ga qarasak 3 ga bo'linmaydi. Lekin 32 ga qarasak, 32 ham 3 ga bo'linmas ekan. Biz hamma joyimizda 3 ga bo'linmasligini chiqarib olsak bo'lar ekan, lekin 48 bo'linadi. Endi 4 ga bo'linadimi 48? Buni tekshiramiz. 48 ni 4 ga bo'lsak 12, demak bo'linadi. 5 ga bo'lganda 3 ta konfet qolishi kerak, 3 ta ortib qolishi kerak. 48 ni 5 ga bo'lsak 9 tadan bo'ladi va 3 qoldi qolar ekan chindan. Demak, chindan 48 ta konfet bo'lishi mumkin ekan qutida. Xo'sh. 15-savol. Qarg'a 100 yil yashar ekan, sigir undan 5 marta kam, 20 yil. Qo'y esa sigirdan 10 yil kam yashar ekan. 10 sigir qo'y 10 yil qoldi. Agar sichqon qo'ydan 5 marta kam yashasa, demak 10 ni 5 ga bo'lsak 2 yil kelib chiqar ekan. Sichqon necha yil umr ko'radi? O'rtacha yo bo'lmasa shu qancha vaqtda desam ham 2 yil umr ko'rar ekan sichqon. To'g'ri javobimiz B variant bo'lishi uchun. Shu bilan azizlar, tahlilimiz o'z yakuniga yetdi. Testlarda va video tahlillarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.